enemylarni demak har safar ko'paytirish qismini qildik. Endi power up'larni ham enemy soniga qarab ularni ham ko'payishini ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, spawn manager skriptini ochib olamiz. Spawn manager skripti ayni paytda faqat enemyni spawning qilib beryapti. Lekin bu bizga power up'larni ham spawn qilib berish kerak. Shuning uchun power up prefab deb yozamiz. Bu yerda mana hozir paydo bo'ladi. Power up'imiz bu turibdi. Scenni o'chirib tashlaymiz. Power up'imiz buni 0 qilib qo'yamiz. Scene spawn manager va buni beramiz. Spawn manager skriptiga. Va start metodining ichida instantiate qilamiz. Instantiate power up prefab generate spawn position power up prefab transform rotation. Ozgina spawn metodi nomi noto'g'ri ketib qolibdi. Spawn bo'ladi. Spawn to'g'rilab qo'ydik. O'yin boshlanganda enemy ham bir marta yaratiladi. Power up ham bir marta yaratiladi. Bu yerda ham xato ketib qolibdi. Power up bo'ladi. Va keyinchalik biza update ichida mana enemy count sanaganimizda wave number bo'lyapti. Mana shu joyda power up prefab biza yaratishimiz kerak bo'ladi. Demak, quyidagi kodni power up instantiation'ni biza har safar enemy qolmagan payt yaratishimiz kerak bo'ladi. Shu yerda yozamiz, save qilib tekshirib ko'rsak bo'ladi. Save qilamiz va play. Nimagadir yaratilmadi. Power up bermanman. Prefab power up spawn manager nomini o'zgartirganimda yana o'chib ketib qoldi. Agar o'zgaruvchi nom o'zgarsa, bu yon null bo'lib qoladi. Shunga ham e'tibor qaratishingiz kerak. Har safar enemylar yaratilayotganda demak power up'lar ham bittadan yaratilib boryapti. Loyihamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu ham prototip loyiha hisoblanadi. Biz bu prototip loyihalar bilan Unity Core Foundation bilimlarini olamiz. Core Foundation bilimlarini olib bo'lganimizdan keyin qanaqadir kichikroq loyihani boshdan oxirigacha qilib chiqsak bo'ladi. Hozir bu prototip loyihalarda biza asosan fundamental bo'lgan asosiy core bilimlarni berib boryapmiz. Darslarni kuzatishda davom etinglar. Savollar bo'lsa izohlarda yozib qoldirsanglar bo'ladi. O'yinimizni biroz qiyin o'ynash, shuning uchun
speedlarni o'zgartirib yoki rigid bodydagi komponentlarni o'zgartirishingiz mumkin. Va bu yerda physics material bor edi. Bularni ham qiymatini sal o'zgartirib, o'yinni sal osonroq holga keltirishingiz mumkin. Demak, summary qiladigan bo'lsak, demak bu o'yinda biz nimalarni o'rgandik? Taglarni o'rgandik. Demak, taglarni yaratishni va ular nima uchun ishlatilishini ham ko'rib chiqdik. Bouncy demak physics material, bu demak obyektga qanaqadir sakrash xususiyatini beradi. Physics material o'rgandik. Indikatorlarni qo'yishni o'rgandik va spawn managerda birorta obyektlarni 3 marta, 4 marta, 5 marta, ya'ni loop orqali bir necha marta yaratishni o'rganib chiqdik. Va yana custom method yaratishni o'rgandik. Custom metodimiz bizga vector3 qiymat qaytaradi. Yana o'rgangan narsamiz nima? Enemy scriptda nimalar bor ekan? Add force o'rgandik. Ya'ni add force bu playerga tezlanish orqali fizik kuch berishi amalga oshirib beradi. Va eng asosiy o'rgangan narsamiz bu yerda yo'nalish, vektorlar normalize qilish, ularni qolgan narsalar demak o'tgan darslardagi bilimlar va coroutine o'rgandik. Demak, coroutine bu bizga birorta metodni, birorta funksiyani ma'lum bir sekunddan keyin amalga oshishini ta'minlab beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Darslarni kuzatishda davom etinglar.